O'tgan videolarda qo'ygan avtobusimiz hozir mana Qozog'istondan chiqib Rossiyaga kirib ketyapmiz. Neytralkada turibmiz. Hamma avtobuslarimiz shu yerda. Sankt-Peterburgdan, Moskvadan, Krasnodardan Abrat kelgan mana shu avtobuslarimiz chiqadi. Pryamoy reyslar, bespasrendniy vatandoshlar, nomerlarni ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. Har bitta avtobusda shu yo'lda kuzatib borib keladigan odamimiz bor. Uncha kamchiliklarga qo'ldan kelgancha yordam qilinadi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskva, Toshkent, Samarqand, Sankt-Peterburg, Toshkent, Samarqand yo'nalishida avtobuslarimiz Moskvadan qatnashda davom etyapti. Ko'rib turganlar endi transportlarimiz tayyor yo'lga chiqib ketishga, yo'lovchilarimiz kelib joylashishni boshlashyapti. Avtobuslarimiz O'zbekiston nomerlarida vatandoshlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, transportlarimiz ichilarini obzor qilamiz. Lux komfortli avtobuslar, reyslar har kuni bor. Har bitta yo'lovchiga 2 tadan so'mga bepul bo'ladi. Aka qalay ketyapsiz? Yaxshi ketyapsizmi? Sidinalarning oralari keng. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent har kuniga reyslarimiz bor.